Assalomu alaykum mehmonlar. Assalomu alaykum ekran oldidagi Chin Güzel Yemek Yolu Sadası programmasida qatnashgan mayirlarning chin haqiqiy ovozdan olishga taqozo bo'layotgan barliq qarindoshlar. Shinuri biotexnikasida Sulton zavodida ishlangan go'zallik mening chin go'zal kirim buyumlari mayirlarga omad tilaydi. Balkim bugungi programmamizda qatnashgan mayirlarning qanday tarixlanganligiga hammalar qiziqayotgan bo'lsa kerak. Undaqda oldi bilan mukofot buyumlari bilan tanishib chiqaylik. Birinchi darajaga erishgan mayirni asal makoni g'ulja ishlab, sapto va asalni bozorga solgandan beri xalqimizning yoqtirib iste'mol qilishiga erishgan G'ulja Paktil musulmon yemaklik ishlab chiqarish shirkati 200 million qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Ikkinchi daraja mukofotimiz bilan katta uzoq yillik tadqiqot natijasi bilan diyorimizda tunji bo'lib, Qutyar markasidagi a'lo sifatli yurishlik soda suyini ishlab chiqarib, xalqimizning yoqtirib iste'mol qilishi va ishonchiga erishgan Urumchi Qutyar fan texnika taraqqiyot shirkati 150 million qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Ikkinchi daraja mukofotimiz esa Uyg'ur tibobatchiligida belgilik bosish hosil qilgan Xinjiang Kinara mablag' shirkati Erkon mahsulotlari ta'minlagan 100 million qiymatidagi avtomobil. To'rtinchi daraja mukofotimiz esa Salatqozon namoyon so'g'an Xinjiang Mo'tvar xalqaro savdo shirkati Alzoq kiyimchilikka ta'minlagan 50 million qiymatidagi avtomobil. Shunday qarindoshlar, mukofot buyumlarimiz intayin katta. O'z navbatida bizning mayirlarimizdan tayyorligimi intayin puxta. Qani, mayirimiz sahnimizga marhamat. Herkes bilan shug'ullanayotganlarning san'at ishtiyoqi o'zgacha bo'layotdi. Bu yigit qo'rim qorish ustasi. U bugun bizga yiqimli ovozda esil bir sovg'a gapdi. Kichigimdan boshlab gitar chalish, naqsh aytish har xil uslublar ekan. Men shu har xil uslublardagi naqshlarni aytishni yaxshi ko'raman. Masalan, xalq naqshi, Uyg'ur xalq naqshi, undan flamengo, yana ommabop naqshlar degandek shu naqsh muzikalarni aytib qiziqaman. Kasbdagi orzuyim bo'lsa, o'zimdagi ma'lum bir talantning borlig'ini o'zim his qilmoqchi. Shu jarayonda men shu musobaqa qatnashish orqali kasbdagi bilimimni texmi oshirib, ustozlarningki o'tib ketib qolsam, ta'lim tarbiyasi ostida texmi o'zimdagi ma'lum bir qallamda o'ylagan shu xil muzika uslubimni o'z oldimga xos bir uslubni yaratib, kelgusida yaxshi naqsh muzikalarni chiqarishni orzu qilaman. Ishonchim chempion bo'lamasammi, ya kirali ya kiramay o'zimga ishonchim 16 chekirish ishonchim bor. Keliştin ötkün, şamaldın uçkun, yürekşken, denizdin teren, koyaştek roşen, yürekşken, peydim muna. Pardon moyes, yürekşken, demek insanda yürek nuralın, yürekşken, ay yürekşken, ay.
kabi paxtadek yumshoq yurakkan toshdan muqaddas kakredek achchiq yurakkan go'hardan esim hammadan razil yurakkan demak sanga yurakni yurakkan ay hay yurak sen ay yurak sen kerakkan yan bo'lakkan ay hay yurak yana ay hay yurak yana kerakkan yana bo'lakkan ya ay hay yurak yana ay hay yurak yana kerakkan yana bo'lakkan kerakkan Allez. Vay bakmışsan, konuşturub etsem. Yurtum Aqsu'dan, kasbim oshpazlik qilaman. Ben bayatın öğrenişini aldıdıkça közem kelgen sımav bilen öğrengen okşumaydı kenço. Sigallara okşaş esiyatınız var ki. Resmi hem de O'zim shu Özüm sigan Sigan mı ya? naqshlarga qaratdim. Ben özem sigan deydi. Şinjan'da sigan mevzutu yok da. Yok. Şunda olanda seyqorimiz mı ya bazı men taşlayımız mı? Sayqorin. Aynen. Şu seyqorga tse, şu tasdaqlattık da. Uskanğa bakkanda avaz degen mana erkindim 5 çıkıdı ki. Yaxshi ukam. Siz o'zingiz shunday titrab ketib borasiz. Putlaringiz, qo'llaringiz titrab o'tadi, ammo sizning ovozingiz menga qanday tuyg'u berdi deganda, "Nayt erkin, voy, qanday bo'lsa ish qilib, mushunaqshini ajoyib voyaga yetkazman-ku" deydigan bir xil ruhni ato qildingiz menga-chi. Shuning bilan men sizga o'rildim. Sizga barakalloh. To'g'ri. Shu ovozingizda o'zgachilik bor ekan. Bizningki tanlash jihatda shu programmaning ismi xush ovoz bo'lgan ekan, o'zgachilik va boshqalarga o'xshamaydigan ovozning chiqishini intayin umid qilgan. Shunga men o'rildim. Ondan shu siganlarga o'xshaydi ekan ovozingizga yerimda bir xil yovliq borchu. Shu o'zingiz flamenko uslubida aytdingiz bu naqshini. Hamda shu flamenko uslubi İspanya, Andalusiya rayonininki shu siganlar, arablar, yahudilar qatorliq bir necha millatninki uzun yil billa yashab, turmush kechirib, asta-asta tadrijiy taraqqiy qilib, shunday flamenko degan uslub shakllangan. Flamenko degan flag degan ispancha bir ayrim gap, minko degan bir ayrim gap, flag minko. Shu bir dehqon degan ma'nosi bor-ku, bu flamenko deganninki. Bu shu bir necha millatninki bir yashash jarayonida hamda siganlar Hindistondan chiqqan millatda ko'chman bo'lib, shu Yevropaga borgan. Shunga siganlarninki Bishtin nurg'un jafo mushaqqatlar, so'qlar o'tkazga bu flamenko uslubi bir xil hammanimiz iniqchi, g'azab nafratli iniq bir xil muzika uslubi. Ham uslub jihatda garmoniya, ritm jihati intayin murakkab. Masalan, ko'pincha
12 ritimlik narsalar chelinadi muzika jihatdan. Endi bizningki, masalan shaxsan meningki sizning o'rinlagan biz rumba uslubini asos qilib naqsh ishlayapmiz. Bu xili ommaviy bo'lib chiqib qoldi bizning yurtimizda. Yoshlar menimcha xili yaxshi ko'rdi deb o'ylayman. Shunga shunga o'xshash siz o'zingizning alayligiga ega İspaniyaniki sigallarga o'xshamas holatdagi bir flamenko uslubidagi naqshini ro'yobga chiqibsiz. Xo'sh oldim, Uyg'urcha flamenko. Bu naqshni kim yozgan? Bu naqshni Tursun Shayx efendimiz. Shu Shayx quravatı uchun men shunday his qildim. Shayx o'xshash, Tursun Shayxning mo sigallarga o'xshash hissiyat borchi. U nayt pishqan shoir, yaxshi ijodiyatchi. Rasmiy shayxdan. Rasmiy shayx. Naqshimo chiroyli ishlanibdi, men anglab ekanman burun. Sizmi nayt yaxshi o'rildingiz. Rahmat. Erkin efendimden çoğum talışımız eniqlama hazır bu işe efendim. Ya talaşmasa kızmayda. Kızmayda. Şu an kıztaylı. Erkin efendimle. Çocuk başını ilişem yok ya onda kumsak bulan. Men o deyiş verenler. men acayip bir peyze aldım ba inimden avazınca. Bir xil Nustiki bu nayta quluda önava balki. Bizga mushundagi yigitlarmi lazım. Ocaqlashida sayqi o'rayoladigan, tamoq etalaydigan yigitlarmi lazım. Ana kendim mening bir necha do'stim bor, shunda ini do'stim. O'zi oshpaz, ba'zimen tatlı sayqi o'raydi, yaman peyz yozadi she'rni. Men aytgan bir necha naqshlarning tekstini yozgan. Har sohada ishlayotdi, lekin qalbida bir o't bor. U bo'lsa adabiyot san'atga yerismanlik kuyayotgan yurak. Mushu yurak bo'lsa mushu yurakdagi o't o'chmasa cho'qim natijasi yaxshi bo'ladi. Izchillik doim izchillik bo'lsa, bir o'ngishsizlikdan keyin tiqilib ketmay, qo'pab yana ma'alaydigan ruh bo'lsa, cho'qim yaxshi bo'ldi. Bu ikki ustoz muinim uchun o'rindiq aylantirdi. Men bu nayta huzurlanib aldım naqshni, lekin men yav ovozni tadqiq bo'g'uchi bu vaqt o'tib qoldi. Kallam atraf aylanib qolgan o'xshaydi. Afsuslanib qolibsiz-da. Afsus deb o'tirib qoldim. Tut efendim hanım emeyleneki ben naqshni nayta qiziqib yoqtirib anglayman. Lekin şu kichigimdan tortib nayt qiziqadigan bir ishim gitar chalish bo'lgan ekan. Men chalalayman. Gitar chala olamsiz go'mosh. Erkin bugun dedi o'zi adam chalaman deb. Men ammo gitarni vahshiy chap qo'yman. Qanday? Bu yolg'on gap ham. Ya. Rost gapirma, rost gapirma. Rost kelsa. Yaxshi o'ylashing. Shilingam saqina. Qat'iy jiddilashma. Oyoq qarmang. Mayak qarang. Uxlasammi? Tushimda ko'rdigan bir arzuyim bor edim, shu Erkin Abdullah qachon shoirlik kiraman. Shundan shu Erkin Abdullah Yeni qo'yib ketdi-ku. Keling. Rahmat. Mana demidikmi? Boshqa kasbchilarning san'atga ishtiyoqi zo'rda. Hamda Qaysar Ahmadning Erkin Abdullah afandining tarbiyalashida yana bir kasbda pishib yetilishiga ishonamiz. Qaysarjon san'atida isil taomlardan biroqli voz kechmoqchimi? Birinchi darajalik mukofotimiz Saptava hasilni bozor sog'an G'ulja Fahtil musulmoncha yelaklik ishlab chiqarishi ta'minlagan 200 ming yuan qiymatidagi avtomobil. Yana diqqatimiz keyingi mahirimizda bo'ldi. 90-yildan keyingi yoshlardimi umid, ishonch cho'ngchimi? Yoshlik mavsumining bahoriga qadam bosgan bu singlimizning ovozi alohidligi bizni jalb qila oladi. Qishim naqsh etish, kitob o'qish, sayat qilish, xalq naqshi, yerlik muqam, chet elning uslubdagi naqshlarga amlaqan o'zimning ovoziga xilkagan naqshlarni yaxshi ko'raman. Men bu musobaqa qatnashish orqali o'zimni bir sinab beqishni o'ylashdim. Yana birisi bu musobaqa qatnashish orqali bir yaxshi ma'lum, yaxshi yetaklar qilarmikin deb. Men ham deb bu musobaqa shunday yaxshi tayyorlik qilib keldim, o'zimga ishonchim bor deb o'ylayman, yaxshi tayyorlik qilarmikin.
There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and bringing me out the dark. Finally, I can see you with so clear. Go ahead and tell me how and all you should be. See how I'll live with every piece of you. Though all the rest of me and things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching the fever pitch and bringing me out the dark. The scars of your love and my sweet love as they keep me thinking, tell me almost had it all. The scars of your love and leave me vague, but I can't help feeling we could have had it all. Rolling in the deep, you held my heart inside of your hand, but you played out to the beat. Baby, I have no story to be to, but how I wanna you and I gotta make you hipper. Think on it, I'm that's your estate. Making to hold on me and I gotta make you hipper. Hey! The scars of your love that reminds me of as I keep me thinking, tell me almost had it all. The scars of your love that leave me vague, but I can't help feeling we could have had it all. Rolling in the deep, you held my heart inside of your hand, but you played out to the beat. Could have had it all. Rolling in the deep, you held my heart inside of your hand, but you played out to the beat. Know yourself in every open door. Can't you blessings and I gotta make you hipper. Think on it, I'm a dancer, your estate. And beg me, calm down me, gonna reach just what you saw. We could have had it all. Oh, we could have had it all. It all, it all, it all. We could have had it all. Rolling in the deep, you have my heart inside of your hand, but don't play the Yine uzun bir tanıştırım. Benim ismim Aliye Vahab. Aksu Şturpan'dan bu yıl 21 yaş girdim. Akşının baş kısmı şunda yakşı oldu. Özgüce alaylarınız var ki. Avazlar toğra. Ahırda sen? Sel ciddiyleşip kaldım. Başka nakşılarını bilir misiniz? Bilme. Mesela? Dolan mukam bilme. Nemene? Dolan mukam. Yaraysiz. Siz bu nakşını müzik başlanğan vaqtdan azraqlam töven aşı boyunca baştan ahiraşta ettiniz, lekin özünün aşı kuyida etmediniz. Lekin sizde bir gayret var ekan. Şu nakşını joy-joyiga keltirib, özünüzning uslubingizga tushirib, oxirini o'zingiz ijod qilib degandekchi. Men sizni o'zim bir tarbiyalab olsam degan umidda bir fursat berib sizga aylandim.
Sizni naqshida yetaklagan birinchi kishi kim o? Babam shikast o'qigan. Sahnaladichi? O'qigan. Sahnaladimi o'qiganmi? O'zingizning shu ovozini joriy qildiradigan bir ko'pliklardan bir o'rlab qo'yasiz, anglab boqing. Vay izzat, vay izzat. Sizlar bayqabsizlar. Ash ingliz naqshidimi? Yana o'sha qizning alayligini bayqab ola oladinglar-da, yaxshi o'qibsizlar. Men qochib kelmaganga pushayman. Sizning o'zingizning alayligini taxmin gavdandiradigan naqshdan tanlab kelgan bo'lsangiz, bizmi ozmasdik ya. Bende emas bu. Bende emas. İzdiq. Sizning ovozingizning doirasi xeyli bor ekan. Hele boğallık için dolan mukamını onda igiz vakırmısınızmı? Ona orada. O sizinki azırak bilemegen terpanız. Gene hem de sizge bir Allah fırsatını verdi. Kelin avım okum. Bu işkanlı birini tanlaydı mı hem de? Benim atıktır gelsin bula. Ne? Şunu bula. Neyse basalım tamam. Mana Hristiyan yoshlarimiz mamlakatdan halqib, Yevropa ellari madaniyatiga nazar solmoqda. Aliya Vahobning yuqori ovozi san'atdagi yuqori pallani barliqqa keltirdi. Çin Nuri Biyopen Texnikisi Sultan Zavut'ta işlengen güzellik menin Çin güzel girim buyumları mahirlarga omad tilaydi. Bu programını diyarımızda g'arb taamları bilen Uygur enanvi taamlarını birleştirip yenilik yaratып, halkımızdan alışığı erişivatkan Tilak Zencesman tez tamakhanısı alaydı talep kıldı. Odamda tirishchilik bo'lsa, taqdirning chaqchaqlari oldidimi tantirab ketmaydi. Mana bu moytog'liq yigit Hasanjon Muxtordir. Yaxshi ko'rgan naqshlar bo'lsa, hozirgi zamonaviy lirik mo'ngluq naqshlar. O'zimniki yaxshi ko'rgan ishlari ortiqchiligi bo'lsa, muzik ishlash, gitar chalish, film ishlash qatorliq. Ammo shu programmaga kelgan maqsadim ham o'zimning qobiliyatini joriy qildirish. Mening ishonchim bo'lsa, mush qitimqi bosqichdan cho'qim o'tib ketaman.
hiçbir sözü etmedim. Bu könlümü ölgesem candır keştim canım bilen sensiz hakkınım oldu anam sen yüreğim sen mehbuben nehirden geçgeysem candır keştim canım bilen sensiz hakkınım oldu anam sen yüreğim sen mehbuben nehirden geçgeysem我看见你未来的路，这陌生中的幸福，回望岁月绽放的路，爱让你我找到归宿。我们要的那种幸福，在生命中难得清楚。我们走的这条道路，在坎坷中渴望祝福。说好不要再哭，我要用爱让你忍住，风和不后就会停住，你遇见我就不孤独。说好以后不要再哭，我要用爱让你忍住，风和不后就会停住，你遇见我就不孤独。Canım geçtim canım bilen sensiz hakkınım oldu anam sen yüreğim sen mehbuben nehirden geçgeysem canım geçtim canım bilen sensiz hakkınım oldu anam sen yüreğim sen mehbuben nehirden geçgeysem Assalomu alaykum. Aleyküm assalam. O'zingizni bir tanishtirib bersangiz. İsmim Masancan Muhtar Maytaq'dan keldim. Bu yıl 24 yaş. Mava qarindoshim dostum bo'ladi. İsmi Abu Bekri. Naqsha nihoyat yaxshi o'rinda oldi. Birla narsa kam bo'lib qoldi. Meningcha alam sal kam bo'lib qoldi. Alam hissiyoti. Ondan Abu Bekri'mizni men tanıyman. Bunu da İstanbul'da biz tanışkan. İstanbul'da naqs shu flamenko gitar kasbida o'qiyotgandi. Gitar, garmoniya shundoq yaxshi. Chiroyli, ha? Bak Chiroyli chaldi. Musiqa erinishimiz bir Naqshimi chiroyli, yaxshi yetildi. Erkin efendim degandek azroq pig'an jonliq, to'lib tashqan bir pig'an sal kamlab qoldi. Shunga o'rlanmay qoldik. Ma
necha kun yo'q zukamcha, usti akşam qizib qolgan. Mayli, ishim bo'lmaydi. Mushu naqshan chiroyli chiqdi. Mushu televizorda ko'p odamlar ko'rdi. Mushu orqali seni talantingni hammasi bayqaydi. Biz bugun afsus. Endi mening bu yerga kelgan asos maqsadim endi liqidek burilsa ya burilmasa degan maqsadga kelmagan. Endi Uzanlarga müştacık bir dostlarım var. Müştacık meyip palacho. Ulaylık özünü bek çetki atıp talaq çıkmaydı. Yani bir ilqidek müştacık sak bir dostlarım var. Şunda kabiliyeti var müşahinemdek. Ama lekin ulaylık özgü işenmeydi ço. Şu an maaşları bir öldü bulaydı. Şunu oylab kelgandim. Rahmat. Naqshingiz ko'p rahmat. Olmaz. Şahsen mışı üç efendim bir hanım qandaq vaqtida izlab kelsangiz biz sizga shaxsiy nomimizdan va'da beramiz sizga. Ana bu yigitninki jismi meyip bo'lgan bilan ro'yi meyip emas ekan. Biz mush İpek Yolu sadasi programmasiga barliq xodimlar bu yigitga mush bir dasta gulni taqdim qilishni loyiq topdik. Rahmat. Bundan keyingi yo'llari nusratlik bo'lsin. Rahmat. Hayotda fursat ko'p. Hasanjonning yo'liga g'alaba tilaymiz. Birinchi darajalik mukofotimiz Saptava hasilni bozor sog'an Qo'lja Xalqning musulmoncha yelaklik ishlab chiqarishi ta'minlagan 200 ming yuan qiymatidagi avtomobil. Yana diqqatiniz keyingi mohirimizda. Qish demay qalblar ilib tursin. Muhabbatli kuylar to'kilib tursin. Oltay diyoridagi har millat xalqning umidi bu yoshda bu yoq janar tursin. Özüm adetте ұлттық әуен дегендерді айтуды ұнатамын. Енді таңсу сыныптағандерді өте аз айтамын. Олайда осы орайда осы таңсу тағаны ерекше үйренсем деген үміттемін. Менің әке-шешем бұл программаға қатысуыма ерекше қолдау көрсетеді, әрі қолдайды. Солайда қызметтестерім де ерекше қолдап отыр. Және барлықтарыңыз соң менің қолдауларыңызды үміт етемін. Соңында Жібек жолы программасының барлығымызға шаттық сыйлауын тілеймін. Рахмет.
assalomu alaykum. Aleyküm assalom. O'zingizni tanishtirib qo'ying. Mening atim Janar Tursunqizi. Altay Ko'ktoydan keldim. Bu yil 34 yoshdaman. Hozir Ko'ktoy ken istir mekemesini isteyman. Nurisa xonim qozoqcha tushunsiz-ku? Qozoqchani qilmay qolsak tarjima qilib berasiz. Bo'ldi, gap yo'q. Bizni xato tarjima qilib qo'ymang, ha? Men obdan tarjima qilib berma. Toza. Tarjima ajasiz-ku. Ha, tushunishsiz. Bu naqshni o'zingizning aytganiga xeyli uzun vaqt bo'ldimi? Bu endi 2 yildan oldin aytganman. Ol bir kichkintoy sahna bo'ladi. Biroq men shuni aytganda har bir sahna kichkintoy sahna deb o'ylamayman. To'g'ri. Өйткені мен алдында тұрған көрерменге жауап беруім керек та. Барлығы үлкен сахна деп ойлаймын. To'g'ri. Sizning aytgan naqshingizning har bir tovushidan biz sizning naqshiga, o'zingiz suyib kelayotgan naqshiga bo'lgan yuksak mas'uliyatchanligingizni his qildik. Siz aytgandek, siz bir mas'uliyatchan naqshchi. Gerçi bunu uslubdagi naqshlarni men aytamasam-ma, lekin nihoyatda yaxshi ko'rma, yaxshi anglayma. Siz bilasiz, bizda jahonga to'nilgan bir mushu uslubni naqsh aytadigan ustoz bor, ismi Dilbar Yunus. Bilasizmi? Ya, bilaman. Shu ustozimizning naqshlarini ko'p anglagan, undan boshqa chet elning naqshlarini anglagan, biroz tushunchaga ega. Shunga sizning naqsh aytgan vaqtingizdagi mushu kayfiyatingiz, har bir tavushingiz bizni ta'sirlantirdi. Rahmat sizga. Rahmat. Bo'ldi. Evet. Betimiz örüldü. Allah sizde. Men o'zim Abdullah ustoz bilan Erkin ustozni taniyman. Mahmud ustoz bilan Nurnisa ustozni burun ko'rgan ekan, rasman aytayın. Eskisi yo'q. Ko'rmagan bo'lsangiz endi ko'rib olasiz. Men shu ovozda Şinjan Sanat İnstitutu'ndaki ovoz kasbida 5 yil mushu yuqori ovoz, Yevropa ovozida o'qigan birdan-bir naqshchiman. Avval siz aytgan staccato, ma ovoz bilan legato ovoz, bu ovozlarni bir taraf qilsangiz pek yaxshi bo'ldi. Mening qishimni kelsangiz, eng to'g'ri tanlash bo'ldi deb qarayman. Men Abdullah ustazning andirini yaxshi ko'rib естимін. Abdullah ustaz salayman. O'zi qozoq millatidan, aytgan naqsi Xanzu tilidan, xizmati Ximiya sheriktidan, ustozi Uyg'ur millatidan bo'lgan bu yoqning bilimi qizi toza takommullashadigan bo'ldi-ku. Yaraydi. Çin Nuri Biyopan Texnikisi Sultan Zavutiga ishlangan güzellik menin Çin güzel girim buyumları mahirlarga omad tilaydi. Bu programmani diyorimizda g'arb taomlari bilan Uyg'ur an'anaviy taomlarini birlashtirib yangilik yaratib, xalqimizning olqishiga erishayotgan Tilak Zanjirsimon tez tomoqxonasi alohida talab qildi. Hayzi ham Avat makan, Hayzavatdagi bog'vanlarning solimini ilib, Qurbonjon Yasin yetib keldik. U programmamiz ko'rmanlarga "Men sizlarni bak seg'indim. Sizlarchi?" deydi. Qani Qurbonjon anglayli, bizni qandoq seg'indingizkin? Marhamat. Anglab turgan naqshlarni anglashni ham, anglab turgan naqshlarni aytishni yoqtiraman. Odatda qiziqishim bo'lsa, tek top o'ynash, real chelish, kino ko'rish, xizmatning sirt vaqtlari bo'lsa, muzik chalg'ilashtirish kasbiga shug'ullanaman. Bu qadimliq Ipak yo'li sadasi programmasiga qatnashishimga oilamdagilar, bo'libmi ayolim asosiy sayyohatchi bo'lganda qarayman. Nimishqa deganda ayolim mushqatimliq programmaning xabarini to'g'ri ko'rgandan keyin siz mushqatim cho'qim qatnashmasangiz bo'lmaydi. Bir qatim bo'lsin ketini olib qatnashib qo'ying deb tavsiya qilganlik uchun o'zimni bir sinab boqay, qobiliyatimning qanchalik ekanligini ko'rib boqay degan niyatda bu programmaga keldim. Hech bo'lmaganda ikkinchi o'tkazib o'tib ketsam, bu meniki eng chong g'alban deb o'ylayman. Ikkinchi o'tkazib o'tib ketgandan keyin qolgan qatimda o'tganlarga cho'qim bor kuchim bilan tirishchilik ko'rsatib, 4 kishi mayarning ichiga kirishtirishman.
şu yerde. Sevindim yağmursiz muşu günlerde. Sen bu mendek sevimgan sen. Sevmeyim yağmursiz muşu günlerde. Sen bu mendek sevimgan sen. Günlerinin şenliği kuridi yüzdü. Azizim bırakı cimdin ödü. Günlerinin şenliği kuridi yüzdü. Azizim bırakı cimdin ödü. Ağrımlı hicranım acep kanadı. Sen menden sevimgan sen. Ağrımlı hicranım acep kanadı. Sen menden sevimgan sen. Bulaklar esretini döktü gözümde. Bulbulun nalesi göçtü önümde. Kadrimni yıldız kıldı sensiz dünümge. Sen mende sevimgan sen. Qandaqlaman? Muşu günlerde. Sen mende sevimgan sen. Hayatım çölleri gülhane sensen. Nigarım içtimda köyer canıda. Hayatım çölleri gülhane sensen. Nigarım içtimda köyer canıda. Bilemsen sen üçün yaşayman erken. Sen bu mende sevimgan sen. Bilemsen sen üçün yaşayman erken. Sen bu mende sevimgan sen. Sen bu mende sevimgan sen. Assalomu alaykum. Aleyküm selam. İsmim Qurbanjan Yasin. Yurtum Qashqar Poskan naisi. Yaşım 32 yaş. Qashqar viloyat Beyzat naisida o'qituvchilik xizmati bilan shug'ullanaman. Azroq temtirish bormi? Azroq temtirish bor. Tunigimning yozi kayfiyatim silpil o'zgarish qilib, ovozim azroq masal ko'rilib qoldi. Herhalde yaxshi. Mening naqsham tanlığımdan ko'p rahmat. Bugun azroq ovozda masala bo'ldi deding, o'zing e'tirof qilding. Agar ovozda masala ko'rilmagan bo'lsa, bo'lgan taqdirdami musobaqa uchun sen o'zingning ovoz sharoitingni va hissiyotingni tal to'kis ifoda qila oladigan naqshni tanlashga sal qarab qolsa. Bu naqsha intan chiroyli naqsha. Biroq menimcha musobaqaga biroz sening o'zingning talantini texmi yaxshi yorqin ifoda qildiganga bir yerlari kamdek.
bir adamni bir hayajonga solgan yetishjati shu. Azizroq bir narsa men o'rliman deb baş yurak tasib deydigan bir narsa hissiyat. Sendiki mesele emas. Mushu melodiya amniyatda musobaqa uchun toza to'liq bo'lmay qolgandek bo'ldi. Yoki bo'lmasa biz naqshlarning, mushuni naqshlarni ustozlarning naqshisini tanlagan vaqtida ijobiy fikr yurgizib bu melodiya ustida o'zining ichki hissiyotini texmi to'liq namoyon qilish uchun ba'zi agitlarni yoki hattoki ovozlarni yo'tkab, azroq yuqori ko'tarib, hissiyotini to'liq ifodalashga ahamiyat bergan bo'lsang, biz ondan azroq qolgan yerga ta'sirlanib ketishimiz mumkin edi. Lekin bakshiraylik aytib berding. Rahmat ukam. Rahmat. Demişki ben en ahırda öğüldüm degen çağda. Endi abay ustazlar, efendimler degендek şu bulmagan ahvallar hakikaten mevcut. Lekin şu bulmagan neslerin hemmisini özüm buldurma. Şunun için öğüldüm. Siz için aylandım, siz arzu armalarınızın defekini anlatmak aydım. Özümün bu şunaqsın etiş jarayonida özümün şahsiy hissiyatini aralashtirgan jarayonlar bati asli. Men kallamda o'yladim bunu aralashtirsam naqshi egisining emgak mevasiga hurmat qilmaganlik bo'lib qolarmi deb o'ylab qat'iy unda olmaydi. Qat'iy unda olmaydi. Avval aslant bo'yicha tirish baqay. Oxirgacha to'rt ustozdan birasi o'rilmay qilib qolsa, ya yarmay qilib qolsam, endi o'zimning hissiyatini aralashtirib bir kichkina sira bo'lsin aytilib, andan keyin chiqib ketib, o'zimning ko'nglim bilan bir qo'shib ketay deb o'ylab Hatta angacha Nurisa ustoz o'rnib shunda hayajon selib etdi. Qo'shib ketdim shuna bilan. Menda oxirini ifodlamay qolib qoldim. Qarang. Bizilqi ijobiy ijodiylik bo'lish kerak degan gap qanday desa, bu sizning qo'shgan hissiyotingiz mushu naqshi asli melodiyaga hurmat qilgan asosda qiyib ketmay, fartilimiz bilan ifodalasak, mushu aslidagi melodiyaga hurmat qilgan asos shuning taraqqiyoti bo'lsa, haqiqiy mushu naqshning mazmunidan chiqib ketmasa, o chaqda biz albatta qo'llaymiz, shundaymi Erkin efendim? Rahmat. Biz sizlarla emas, boshqa naqshchilarimizdanmi ijobiy jihatga ijodchanlikni kutamiz. Nurisa xonim sizning mushu taraflardagi ortiqchiligingizni sezib oladi bizdan burunroq. Ayol kishilarning ko'zi o'tkirroq bo'ladi ekan. Qani unda olsa, Nurisa xonimniki. Muborak bo'lsin. Qurbanjon muallim hamda Nurnisa xonimning shogirdi bo'ldi. O'qituvchilarmi bilim oshirdi-ku? Bilimlar assa avlodlarni texmo o'ldan tarbiyaligini bo'ldi-da. Qurbanjon ko'plab bilim ilib, avlodlarni sindirishni o'ylab ketdi. Aferin. Birinchi darajalik mukofotimiz Saptava hasilni bozor sog'an Qo'lja Xalqning musulmoncha yelaklik ishlab chiqarishi ta'minlagan 200 ming yuan qiymatidagi avtomobil. Benediktimiz keyingi mahirimiz. Shavqullab oqar güzel ko'nchi. Bu yigit ko'nchi bo'yida tijoratchi. Eli Nurmamat sodini tashlab, Mo'ngluq naqsini boshlab yetib keldi. Mening qiziqadiganim naqsh aytish, musiqa chalish, naqsh aytishdagi alayligim, ovozni yaxshi kontrol qila olayman, udar sezimim yaxshi, ommabop uslubdagi naqshlarni yaxshi ko'raman. Bir kuni do'stlarimdan bu programmaning tasdiqlanganligini anglab, oilamdagilarning "Senmi aytib baqqan, senmi cho'qim yaxshi ayta olaysa", do'stlarimning shundaqla boshqalarning madadi bilan bugungi sahnaga keldim. G'alaba qilishga ishonchim bor.
Seviniş bilen geldim yiraktin dada Ağlayalmay ümitlerimni Kıldım seni orunsiz xafa Ağlayalmay ümitlerimni Kıldım seni orunsiz xafa Kaplı üzüm kanlar üstüden Az düşünce dinleyip şayman Kaplı üzüm kanlar üstüden Az düşünce dinleyip şayman Keçür beni mihriban dada Sen pasıban şefkatçim haman Keçür beni mihriban dada Sen pasıban şefkatçim haman Tatlı üzüm karlar üstüden Az düşünce dinleyip şayman Tatlı üzüm karlar üstüden Az düşünce dinleyip şayman Keçür beni mihriban dada Sen pasıban şefkatçim haman Keçür beni mihriban dada Sen pasıban şefkatçim haman Sen pasıban şefkatçim haman Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. İsmim Elican, özüm Korli şehirden. Hazır kasbim ticaretçi. Pul tapqaşmamsa. Ha. Pul tapqışı 100 tap degan gap bor. Endi ma program qatnashib 100 tap. Umuman yaxshi. Shu tenkleşnim şunda yaxshi ishiltibsa. O'zing pul qajildingmi tenklashga? Shunaqa. Pul topgandan foydasi ne? Shunda his qildim. Nurg'unlagan qarindoshlarimiz va iqtisodiy yordam bergan. Kuchapsa hele. Rahmat. Ticaretlanma başlığında bir kesip var mı? Başka kasbim yok. Hazır şu ömürlük ticaret bilen shug'ullanyapman. Bu çoğun ticaret bu. Çoğun emas, şu öymülük bilen. Biz ikimiz bu enzine bir iş bireyli. Biz bu ikisinin birini tanlışıga qo'shilayli bu yigitni. Ben tamamen qo'shilaman. Endi gapni uzatmay. Sen bu ikki ustozning birini tanla. Mahmud Sulayman efendim tanlay.
Ali Nur Muhammad farzandlar sevgisi ifodalangan ota ajri haqidagi kuyi bilan Mahmud Sulaymon apandilar emas, hammamizni qoyil qildi. Otalar omon bo'lsin. Ota ajrini tushungan farzandlar ham omon bo'lsin. Çin Nuri Biopan Texnik Sultan Zavodi'da işlengen güzellik minin Çin güzel grim buyumları mahirlarga omad tilaydi. Bu programını diyarımızda g'arb taomlari bilan Uyg'ur an'anaviy taomlarini birlashtirib yangilik yaratib, xalqimizning olqishiga erishayotgan Tilak Zanjirsimon tez tomorqanisi alohida talab qildi. Millat farqi yo'q san'at uchun har millat dili tutash o'tar inoq. Güzel ata yaratmak için 10 so'dan keldi qarindosh, ismi Loyinji.我呢比较喜欢流行歌曲，然后平时听的是一些比较慢的抒情的歌曲，所以这次比赛呢，我可能唱的也是这些。然后平时我比较喜欢徒步、钓鱼、唱歌，比较擅长的是唱歌吧，我自己还是比较自信。这次参加这个比赛呢，我是希望能够证明自己，希望导师为我转身，然后呢对我做出一些指导，希望我能够更加的优秀，更加的强大。谢谢。手一挥，说要往北飞，但是这一生才会，我的心一片黑。你讲得很对，说永远多累，但是这一生才会，以后谁记得谁？我以为我的爱情可以满足你想买的醉，风一吹，我才知道自己早已崩溃。风往北吹，你走得好干脆，我的眼睁不开，流着泪。一句话把一切收回，我往北追，用迷了路的腿，我只有往前飞，退不回北方没有你，要我如何收拾你给我的美？你的手一挥，说要往北飞，爱情被一刀剪碎，我的心一片黑。你讲得很对，说永远多累，但是这一生才会，以后谁记得谁？我以为我的爱情可以满足你想买的醉，风一吹，我才知道自己早已崩溃。风往北吹，你走得好干脆，我的眼睁不开，流着泪。你用一句话把一切收回，我往北追，用迷了路的腿，我
只有往前飞，退不回北方没有你。要我如何收拾你给我的美？风往北吹，你走得好干脆，我的眼睁不开，流着泪，你用一句话把一切收回。我往北追，用迷了路的腿，我只有往前飞，退不回北方没有你。要我如何收拾你给我的美？要我如何收拾你给我的美？各位老师好。哦，你好。你好，你好，可惜呀，可惜呀。介绍一下你自己。我叫鲁英俊，来自阿克苏温宿县，今年刚刚毕业于新疆艺术学院影视戏剧表演专业。你应该自己也发现今天的这个状况是怎样？不太好。尤其是头一段头一个音发的不太准，这是一个。第二呢，你也自己也知道了。变调以后的那个破音，不应该出现的一个该死的破音，在这发现了。对，是破音。很可惜，我差那么一点点的时候，你自己发现了没有？对，确实是嗓子不太舒服。高音部分，确实。没事儿，机会还多呢。尤其是有好多我提点建议啊。好。让你参考。我觉得首先是呼吸。每一句歌词的下一句歌词的一些呼吸没把握好，所以气儿不足，所以导致了一些音不准这种一些专业上的一个问题。整体来讲，就是主要的问题还是在音准呼吸控制这个整个情绪A B 端的一个强弱对比这些。上面出现了一些问题，所以我们都没有转过来。对，所以希望你往下的演出这个演艺生涯当中注意这些方面。好，我会继续努力的，谢谢老师。对。祝你好运坚持努力啊！ İpek yolu hammamizga uchuq. Mahoratingizni ko'rsatgan to'liq. Oq yo'l bo'lsin ey Loyinjun. Qalbi eshiklari sizga kang uchuq. Çin Nuri Biyopen Texnikisi Sultan Zavodiga ishlangan güzellik mening chin güzel girim buyumlari mahirlarga omad tilaydi. Hamma odam kasbiy san'atchi bo'lishi notayin. Bu yigit kompyuter ustasi. Buning bizga deydigan so'zlari ko'p. Anglayli so'zlarni. Marhamat. Endi musiqaga kelsak, men ommabop xarakterdagi musiqalarni yaxshi ko'raman, chunki u mencha bizning turmushimizga bekroq yaqin deb o'ylayman. Musobaqaga kelib qatnashishga maqsadim, men bu musobaqani odil deb qarayman. Men o'zimning shu to'g'ri bir narsani ko'zda oladiganimga ishonaman. Endi bu musobaqaga kelsak, men o'zimga pek cho'ng natijalarni o'ylamadim endi. Mana shu ikkinchidan yuqori natijalar olsa yaxshilatdi. Men sizlarning shu meni oxirgacha musobaqani oxirigacha ekran yuzida ko'ra oladiganimga ishonaman.
aşık sözlerim var. Gece gece tanıtmaydım, beni gece kep yatmaydım. Sana aşık sözlerim var. Gece gece tanıtmaydım, beni gece kep yatmaydım. Sana aşık sözlerim var. Sözlerim var, sözlerim var. Sana aşık sözlerim var. Misalını hiç görsetmeysen. Sana aşık sözlerim var. Taşlaysan, köyganimga ishonmaysan. Meni ya so'zlatmaysan, visolimni ko'rsatmaysan, yo'limdan hech ketmaysan. Meni ya so'zlatmaysan, visolimni ko'rsatmaysan, yo'limdan hech ketmaysan. So'zlarim bu so'zlarim. Sana aşık sözlerim var. Misalımni hiç görsetmeysen. Sana aşık sözlerim var. Sözlerim var, sözlerim var. Sana aşık sözlerim var. Misalımni hiç görsetmeysen. Sana aşık sözlerim var. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Özünüzü bir tanıştırıp qo'ysangiz. Nazmim Shaymarda Abdulla, men Urumchidan, men yumshoq detal kesib bilan shug'ullanaman. O'zing mushundoq ishni ozroq qisqa his qilmadingmi? Ya qisqati shu ansirab shu ansirgan amal yo'q. Shu ansirgining menga bo'ldi-da mana. Shunda men oshindaqlam vashshi to'xtab qolganda burunroq. To'g'ri qilsa, mana tuyib qolarmi degan-chu. Bunda qisqimi cho'gilitayli cho'gilitamga degan shu. Hey istey. Bek o'zgacha. O'zgacha. O'zgacha deb o'yildim, o'zimcha. To'g'ri. Men yana bir takror bor deb o'ylab qopdim-a, o'zimcha. Siz endi mushu naqshni bek o'zgacha aytdingiz emasmi? Amaliyotda bek cho'ng bir xil avorchilik yoki juqurusni aytish yoki to'nimda bir taraf qilish degan narsalar yo'q. Lekin bir xil bizni lekin o'zingizga shunday mayil qildingiz. Ash ovozingiz men eng yaradi. Endi o'zingiz yana bek payzi. Ha, haqiqatan payzi bo'ldi. Endi sizniki o'zingizniki o'ylagan şekiliştim burun yoki bundan keyingi o'ylamoqchi bo'lgan orzularingiz, istaklaringiz bo'lsa bizga deb baqan bo'lsangiz shu orqali biz azroq bilib baqaylik, tushunib baqaylik siz. Tilda chiqib men mush 4 ustozning ichidagi bir ustoz endi men 2004 mi 3 mi? Ashroqdan boshlab ishlik hayotim 10 yillik bo'lib ketdi. Belki men tunubim ketganda bulun pishqaq naqshkishiga turib tursin hamda masalan ba'zi imzo qo'ydiqamda baliyatlar qolsin bosh yerman. Ham shu ya tunubim ketdi ya tunmidi ham shu men shu ustoz uchun keldim degan. Shundami? Bo'ldi. Ben o'zimcha men shumi deb o'ylab qoldim bu. Shuda qiladi juma. Bilib bo'ldik. Tashqilning ko'ngli samba. U cho'qim ayol. İşin digil olmaydı. Bizim digil bo'ldi, ha? Cho'chqaroq uzun bo'lgan ayolni devatman adamni. Ma keldi. Ondan mı qilishib ketmaydi? Demak, hozir mushu turqimizni biz sizni talashyapmiz, his qilyapmizki. His qildim. Bo'ldi. Ashuna o'z baxtmi? Dehshat. Mushu sahimni. Ben bir ishni so'ralaychi. Ma akkordlashtirishni
Özünüz qilganmi yoki maxsus Ağaynam işkimiz qilgandik. Kim? Ağaynam işkimiz qilgandik. Yaxshi, yaxshi. Chunki men qarsam endi yaxshi. Hamma naqshlar yuqori ekan, uni ko'rib gerçekten ishonchim yo'q bo'lib qoldi, lekin muzika yaxshi ovoz degan u cho'qim yuqori bo'lishi notayin. Bu haqiqiy yaxshi ovoz degan yurakka bog'an ovoz. To'g'ri. Bizga shunday o'zgachilik va o'z uslubi va ovozlar lozim deb o'ylayman o'zimcha. Sen agar bugun shuqur ovoz naqsh etgan bo'lsang, chataq chiqdi. Chataq chiqdi ina. O'zingiz ishonchingiz bor ekan, ha? Ishonchim bor o'zimcha degida. Siz abiyatni o'zingiz aytdingiz, yuragiga bas oldi, mening yuragimga bas oldi deganda gaplarni qildingiz emasmi? Ras mening yuragimga badi juma. Rahmat. Bizga shunday o'rta ovozlar kerak. Shunday o'rta ovozlarni ishiltamiz deb jafo chekyapti nurg'un shu yozuvchilarimiz, muzika yozuvchilar. Agar enim xolisa, cho'ng o'rildim men. O'rta ovozg'imi ko'p siziqliq not yozgan bo'ldi, ha? Ko'p yo'lliq. Mau 3 ustozning birini tanilgani bo'ldi. Mening tanishim Erkin Abdullah ben. Ben doğru oynadım ben özlemce. Şagird Şahimerdan Abdullah, Ustaz Erkin Abdullah, bilimlik isil ustazdın talant ümit toğular. Ümit arzu, tirishchanlik ro'yi yo'g'ilgan Ipak yo'li sadasi programmamizning bu soni mushada oxirlashdi. Kelarki sondagi sarxil mayirlarimizning sarxil numurlarini qo'ldan damiga